Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Fatima Jo'rayeva yana sizlar bilan ko'rishishga ahd qildim. Aholi o'tish uchun qoldirilgan yer uchastkasi qanday yo'qoldi rukni ostidagi navbatdagi ko'rsatuvimizni namoyish qilishni boshlaymiz. Mazkur rukn ostidagi oldingi ko'rsatuvlarimizda Toshkent shahrining markazida joylashgan binolar oralig'ida aholi o'tish uchun mo'ljallangan yer maydoni g'ayriqonuniy ravishda majoziy B nomli binoga biriktirilganligi haqida yoritgan edik. Bugungi ko'rsatuvimizda o'sha B nomli binoning qurilishiga to'xtalmoqchimiz. Yodingizda bo'lsa, jurnalistik surishtiruv jarayonida arxiv hujjatlarini o'rganganimizda mazkur B nomli binoni qurilishidan oldin 2005-yilda davlat ekspertizasi bu maydonda 24 metrga 24 metr o'lchamdagi 6 qavatli biznes markazi qurilishi belgilanganidan xabar qilgan edik. Ammo kadastr hujjatlarini o'rganganimizda bugungi kunda ushbu binoning chekka o'lchamlari bir tomondan 26,9 metr, ikkinchi tomondan esa 27,35 metrga o'zgartirilgani va shu holatda tashkil qilinayotganligini aniqladik. Qolaversa, o'rganishimiz davomida Davlat kadastr palatasi Toshkent shahar boshqarmasining 2023-yil dekabr oyidagi xatiga asosan B nomli binoning yer to'lasi o'sha aholi o'tish joyga qarab kavlanib, qo'shni A binoning yer ostidagi devorigacha qo'shimcha 2 qavatli maydon egallab borayotgani ma'lum bo'ldi. Barchaga ayonki, Toshkent shahar markaziy ko'chalaridagi binolar qurilishida va ularga o'zgartirishlar kiritilishi Prezident xavfsizlik xizmati hamda ayrim hollarda davlat xavfsizlik xizmati bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Qolaversa, ushbu qurilishlar va o'zgartirishlardan oldin dastlab mahalliy hokimiyatdan loyihalash va qurilish ishlarini bajarishga ruxsat berish to'g'risidagi qaror qabul qilinganidan so'ng mulkdor qurilish loyiha smeta hujjatlarini tayyorlashi va arxitektura rejalashtirish topshiriqlarini mazkur loyiha hujjatlarini qonunchilik talablariga mosligi to'g'risida ekspertlarning ijobiy ekspert xulosasini olishi, Toshkent shahar qurilish bosh boshqarmasidan obyektning joylashuvi bo'yicha bosh rejaga asosan qurilish chiziqlarini belgilashi, geodezik va geologik izlanishlar bo'yicha xulosalarni olishi, turli gaz, elektr, sovuq suv, MCS, issiq suv, oqava va shu kabi xizmatlardan tarmoqlarga ulanish uchun talab qilinadigan texnik shartlarni tayyorlatishi lozim bo'ladi. Shundan so'ng Toshkent shahar arxitektura shaharsozlik kengashiga quriladigan bino loyihalarini ko'rib chiqish uchun taqdim qilinib va kengash loyiha smeta hujjatlarini ijobiy deb kelishgan taqdirdagina qurilishga ruxsat beriladi. Bino qurilishi bitganidan so'ng esa Toshkent shahar qurilish bosh boshqarmasi hamda qurilish sohasida nazorat inspeksiyalari boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda komissiya tarkibidan amaldagi qonunchilik hujjatlarida belgilangan holatlarda va tartibda qurilishi tugallangan obyektni foydalanishga qabul qilish to'g'risida dalolatnoma tuzadilar. Aynan shu komissiya, ya'ni Toshkent shahar qurilish bosh boshqarmasi hamda qurilish sohasida nazorat inspeksiyalari dalolatnoma tuzishdan oldin qurilgan binoni loyiha smeta hujjatlariga, jumladan qurilish maydoni, chegarasi, joylashuvi, arxitektura rejalash topshirig'iga muvofiqligini o'rganib chiqilishi shart. E'tiborlaringizni quyidagiga qaratmoqchiman. O'zbekiston Respublikasining arxiv ishi to'g'risidagi qonunida belgilanganki, kapital qurilish bo'yicha loyiha smetalari hujjatlari 25 yil mobaynida saqlanishi qat'iy belgilangan. Shuningdek, mazkur qonunga ko'ra Milliy arxiv fondi tarkibiga kiritilgan arxiv hujjatlari, ya'ni O'zbekiston xalqining moddiy va ma'naviy hayotini aks ettiruvchi tarixiy, ilmiy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan arxiv hujjatlari doimiy, ya'ni muddatsiz saqlanishi lozim va ularni yo'q qilib yuborish taqiqlanadi. Qolaversa, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra loyiha hujjatlarining
arxitektura qismini saqlashga doir elektron arxiv yuritishni qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasining asosiy vazifalaridan biridir. Ammo biz o'rganayotgan holatda mazkur 2009-yilda qurilishi bitgan majoziy B nomli binoga va poytaxtdagi boshqa barcha binolarga oid 2018-yilgacha Toshkent shahar qurilish bosh boshqarmasi tomonidan tayyorlangan hujjatlar 2022-yilda yo'q qilib yuborilgan emish. O'z o'rnida quyidagi savollar paydo bo'lyapti. O'zbekiston uchun ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jihatdan zaruriy bo'lgan mamlakatimiz markazi hisoblangan Toshkent shahridagi strategik ahamiyatga ega bo'lgan barcha binolarga oid hujjatlarni yo'q qilish ortidan kimlarning manfaatlari turibdi? Ayrimlari muddatsiz va ayrimlari 25 yil saqlanishi lozim bo'lgan binolar qurilishiga oid hujjatlarni Toshkent shahar qurilish bosh boshqarmasi tomonidan yo'q qilinishiga Davlat xavfsizlik xizmati va Toshkent shahar prokuraturasi nimaga munosabat bildirmagan? Qurilish nazorat inspeksiyasining Toshkent shahar boshqarmasi B nomli binoni qurilish maydoni dastlabki 24 metrga 24 metr o'lchamidan ikki tomonga 3 metrdan ortiq chiqib ketganligi yuzasidan biron bir hujjat yuritganmikin? Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar boshqarmasi va Toshkent shahar prokuraturasi mazkur holatlarni o'rganishni paysalga solmasdan qonun ustuvorligini ta'minlash choralarini ko'ra oladimi?